G'arbki sayohat filmidagi sirlar. Sunukung ana sir texinin astiga 500 yil bostirib ketdi. Bu jarayonda Sunukung nima chivin, pasha degandek narsalarga yurib hech ketmaydi. Bu 70 xil o'zgara oladigan tursa, nima Anda mas cho'ng kichiklar qanday hal qilgandir. Arish to'g'risida ma'lumot qilgan chaqda butkul arish sarkardalari avliyamni durib buning tankilamaydi, bakyama. Lekin nomel safarda bu sanaq 3-4 alvasından başqa hammasini o'ldirish uchun shu arishdagi maloyik sarkarlarning yordamiga chaqirdi. Bu nima ish? Avliya peshvasining otash o'chig'ida 40 kech kunduz tavliq vaqtida buning qeshida mana kishilar kuyib ketmaydi. Lekin liqib tugunak boshlagan shundan kichik bir o'tida kuyib o'ldirdi, tasliq qildi. Bu nima ish? Asli kitob bilan biz ko'rgan televiziya teatrini birlashtirib tahlil qilib ko'rsak, mana shunday nurg'un savollar kelib chiqdi bundan. Endi eng dastlabki Toshmaymun hikoyasidan boshlaylik. Nima shunday deymiz degan vaqtda Sunukungning bu asarda har bir bo'lakda ismi har xil otilib mangdi. Eng dastlab Shixov Toshmaymunlikki Toshkent to'raldek maymunlar bilan endi tunishib alardi. Keyingi ustozning qishga borgan vaqtda bununla familiyang Sun isming Wukong bo'lsin deb bir ism qo'yib berdik. Sunukung bo'ldi. Uniki Meiho Wang tanmas güzel maymunshaq bo'lib ataldi. Uninki Arish o'rtasida ma'lumot qildik. Arishdan lash avliyo azam bo'lib ataldi. Oxirida bo'lsa Tansuning cho'ng shogirdi bo'lib ataldi.